Yana buni o'zimiz bilamiz, dehqonlar qanaqa rasxoti baland, mashaqqatli ishligini. Undan tashqari 1 yil sarflanadigan umr. Bu akamiz bu yerga 70 kunlik makkajo'xoridan 2 marta hosil olaman deb turib ekkan. Don yo'nalishda qilib ekkan. Biz hozir Namangan shahri To'raqo'rg'on mana shu o'rtalig'ida bir dalaga keldik. Yerda egasini tanimaymiz, lekin makkajo'xorini ekib aka 70 kunda 2 ta hosil olaman degan taxminga bordik biz. Sababi mana makkajo'xorilar ko'rib turibmiz. Aka eski agrotexnikalarda qilib ekkan, tagiga dorini berib, mana suvdan chanqatib qo'ygan. Ba'zi bir joylarda uje mana bosh chiqarish arafasiga kelib qolyapti makkajo'xori, juda ham kuchli stressda. Asosiy ekin uchun erta bahorda ekilganda shuni bilishimiz kerakki, har doim biz 600 favodan tepasini ekishimiz kerak. 600 favodan tepa makkajo'xori aynan mana shunaqa kundagi stressli holatlarga to'g'ri keladi. Sababi hozir vodiyda havo harorati kunduzi 35 gradusdan 39 gradusgacha, kechalari lekin ba'zida sovuq bo'lib qolyapti. Mana sovuq bo'layotgani, makkajo'xori sovuqqa stress tushayotgani mana ko'ryapsizlar, barglari qojirab, sovuqlik stressini o'zida ko'rsatyapti. Akalar makkajo'xori ekayotganda har doim 600 favodan baland bo'lsin bahor oyida ekayotganda. Iyun oyini 15-20larigacha 600 favoni ekishni maslahat beramiz. Undan keyin favo asta-sekin pastga qarab tushib boraveradi. 70 kunda pishadigan makkajo'xorilar 180 favo bilan 250 favo o'rtasida bo'ladi. Bularda asosan bug'doyni o'rniga bug'doylar kech o'riladigan rayonlarga maslahat beramiz. Shunda mana shunaqa holat, mana shunaqa ko'rinishga kelib qolmaydi. Yuqoridan bir mana ko'rsatishga sizlarga harakat qilamiz. Ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Bu biz uchun muhim. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissanglar qo'shish esdan chiqmasin. Makkajo'xorini agrotexnikasiga endi albatta bu yerda dehqon to'g'ri, dehqon javobgar bo'ladi. Lekin urug' sotayotgan mana sotuvchilarimiz ham o'zlarini maslahatlarini doim to'g'ri yo'nalishda berib borishligi kerak. Yetmish kunda ekib 2 marta hosil olganimiz bilan 70 kunlik makkajo'xorilar odatda 6 tonnadan 8 tonna oralig'ida hosil beradi. Xo'p, biz 2 marta hosil olgan taqdirimizda ham boring ana 15 tonna hosil oladigan bo'lsak, bu narsani bahorda asosiy ekinga 1 marta ekib turib, 1 martani o'zida 15 tonna hosilni kam rasxot bilan yetishtirib olsak bo'ladi. Buni yana bitta afzallik tomoni mana shunaqa muammoli vaziyatlar bizda kuzatilmaydi. Biz 180 favodan 250 favogacha, boring ana 300 favo, 350 favogacha bo'lgan makkajo'xorilarni asosiy ekinga bahorda ekishni maslahat bermaymiz. Har bir dehqonga albatta tushuntiramizki, aka makkajo'xorini hech qachon suvdan chanqatmang. Makkajo'xori bu paytda stressga tushadi. Stressga tushgan makkajo'xori o'zini o'lishligini bilib turib, popiltri chiqarib dumbul ushavorish ehtimoli 90% ga teng bo'ladi. Akalar, albatta makkajo'xori ekkanimizda iloji boricha suvdan chanqatmaylik. Har bir chanqagan paytda, har bir marta balki mana shunaqa orqaga qaytib qoladigan holat kuzatilsa, bu don yo'nalishida ham, sils yo'nalishida ham 20% o'zini hosilini yo'qotishni boshlaydi. Shuning uchun hech qachon makkajo'xorini suvdan chanqatmaylik. Takroriy ekin uchun bug'doydan keyin ekiladigan Hamkor Agrolux kompaniyasi Turkiyadan keltirilgan navlar don uchun alohida, sils uchun alohida yoki ham don ham sils yo'nalishida ham ekiladigan urug'larimiz mavjud. Asosiy qo'ldan, birinchi qo'ldan vodiy bo'yicha tovar olmoqchi bo'lgan dehqonlar pastdagi nomerlarga murojaat qilamiz. Tanlovda adashmang. Hamkor Agrolux 2023-yil iyun oyi.